Selam şayanlar, sizin bilen min İlusa. Biz bugünkü vlogimizni başlayız. Uramda şunday yaxshi havo. Lekin do'stlar, siz bir shomasiz, chunki men sizga ko'rsataman. Uyda yotib narsa ishlarga bo'ladi. Uyda mung'ayib o'tirmag'iz, menga qo'shilasiz. Hozir men sizga life hack ko'rsataman. Siz mendan ayrilmag'iz. Birinchidan kundalikni olamiz-da, ham bugunga degan planlarni yozib qo'yamiz. Sening kundaliging bo'lmasa, burishilma. Buning uchun senga kerak bo'lsa g'ovg'odiy daftar. G'ovg'odiy daftarga senga o'xshamasa, seni ola olasan o'zingga. Motor tishli daftar. Ya esa shin kundalik ul bo'lalar. Mana shunday qalin. Ya esa meniki kabi nishkagina ham bek o'ng'ayli kundalik. Biz boshlaymiz. Do'stlar, bugunga degan planlarimni men yozib bitirdim. Sport bilan tamam bo'ldi. Hozir ikkinchi planimizga ko'chamiz. Mening ikkinchi planim ul bo'lmamni yig'ishtirgan. Do'stlar, hozir endi darslarni da qarab olar vaqt yetdi. Darslarimni men ishlab bitirdim. Hozir yo'l o'tirganda bo'lar. Tezda jingilgandan so'ng kerak bitta menga nuqta qo'yirga kerak. Mening ishim yo'lda ul shayan TV qarab. Sen yo'lda ne ishlaysan? Umuman kuningni necha o'tkazasing? Kommentariyalarda yoza olasan. Bugunga sog' bo'ling'iz.